Men Ahmedova Ra'noxon 60-yilman. Eshimbiy qishlog'ida tug'ilganman. Shu joyda yashayman. Nimalar bezovta qilar edi sizni? Meni oyog'im og'riydi. Undan burun ancha doktorlarda yotib, oyoqlarimni reginga solishgan. 4 darajali suyak yemirilishi deyilgan. Keyin shu bilan ancha yotib doktorlarda shifo topmadim. Suyak yemirilishi qaysi qismda? Tizzada? Tizzalarda. Xo'p, necha yillik kasallik bu? Bu 3 yil bo'lib qoldi bunga. Shu oyoqlarim shardi, betlari, o'z qovoqlarim dimiqardi, qo'llarimda shish bo'lardi. Keyin o'zim juda nima holatga tushib qolganman. Keyin shunda doktorlar aytib, foyda bo'lsa bo'lmagandan keyin shu qizim Manzuraxon qizim, shu kompaniyada shu dori e'lon qilindi. Shu mahsulotdan ichib ko'ringchi deyishdi. Keyin shuni olib berdi, ichib ko'ryapman. Mana ichganimga 20 kun foydasi bo'lganida bildim. Har kuni 2 mahaldan ichardim bir kunda. Keyin o'sha oyoqlarda shishlar, yurganimda zinadan tushishlarimda ham og'riq berardi. O'shalar qorib qolib, hozir mana 3-oyini ichyapman. Men o'zimni yaxshi his qilyapman.